Diqqat! O'zbekiston pensionerlari ogoh bo'ling. 1-yanvardan boshlab pensiyada katta o'zgarish bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, pensionerlar yer va mol-mulk solig'idan to'liq ozod qilindimi? Yaqinda yer va mol-mulk solig'idan qarzi borlarga ham elektr to'lovlarini amalga oshirish cheklanishi haqida ma'lum qilingandi. Ushbu xabar ortidan esa ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlar mol-mulk va yer solig'idan to'liq ozod qilinganligi haqida ma'lumotlar keng tarqaldi. Xabarning qanchalik asosli ekanligi haqida Soliq qo'mitasi izoh berdi. Mol-mulk solig'ida yagona shart. Soliq qo'mitasiga ko'ra, Soliq kodeksining 421-moddasiga muvofiq jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz barcha pensionerlarga tatbiq etiladi. Biroq bu imtiyozdan foydalanish uchun yagona shart mavjud. Pensionerlarning mulkida bo'lgan turar joy obyekti uchun imtiyoz faqat 60 kvadrat maydon doirasida amal qiladi. Yer solig'i bo'yicha esa Soliq kodeksining 436-moddasiga asosan imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlarga beriladi. Qonunchilikka ko'ra yolg'iz pensioner bu yolg'iz yoki voyaga yetmagan yoxud nogironligi bo'lgan bolalari bilan yashaydigan pensionerlar deb hisoblanadi. Imtiyozdan foydalanish uchun nima qilish kerak? Imtiyozdan foydalanish uchun pensioner pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasi bergan ma'lumotnoma, shuningdek mahalladagi MFY tomonidan beriladigan ma'lumotnoma soliq organlariga taqdim etiladi. Imtiyoz esa shundan so'ng qo'llaniladi, deyiladi ma'lumotda. Azizlar, ushbu xabar barcha pensionerlarga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.